Não cessa do fim de semana. Instagramdan buyurtma tushdi. Bu buyurtmachimizning joylari 6 metrga 5 metrli joylari bor ekan. Xullas shu yerga gazon ekib qo'ygan ekanlar. Bu yozi chillasida, issig'ida tez qurib qolgan ekan. Har kuni sug'orishga vaqtlari yo'q ekan. O'shaning uchun ham avtopaliv sistemasini men o'z qo'lim bilan o'rnatmoqchiman. Shuni video tariqasida ko'rsatib bering menga deb aytuvdilar. Kelinglar, bu video sizlarga ham foydali bo'lsa, birato'la hammaga foydasi tegadigan bo'lsa, men xursand bo'laman. Qani ketdi o'rtoqlar, bitta obzor qilib beraman. Bu sistemani qanaqa qilib o'z qo'lingiz bilan bemalol qurib olishingizni isbotlab beraman. 6 metrga 5 metr bo'lgan joyimizga bitta chiroyli loyiha qilishimiz kerak bo'ladi. O'rtoqlar, mana ekraningizda ko'rib turibsizlar. Agar ikkita dona qo'yadigan bo'lsa, bu joyimizga to'liq hamma joy suv sepmaydi. O'shaning uchun ham bu keyingi loyihamizda mana 4 ta dona qo'ydik va hamma joy suv bilan qoplandi. Ko'rib turganingizdek, bu Meksikankamiz o'ziga mos holatda tanlandi. Ya'ni 4,5 metrga suv sepadigan holatda 15 van degan modeli Rembert'ini tanladik. Não cessa do fim de semana. Não cessa do fim de semana. Olti metrga 5 metrli sug'orish tizimimiz tayyor. Qani endi buni yoqib ko'ramiz. Ketdi. Bismillah. Mana ko'rib turganingizdek, hozir mana ochilyapti. Faqatgina mana o'rtani o'zi zaxlash bilan ovora. Ko'ryapsizlarmi? Bir pasda o'sha hamma joy yopilib ketyapti. Meksikankani xohlagan gradusingizga qo'yib olasiz. Xohlasangiz 360, xohlasangiz 90 gradus. Hozir bu 90 gradusda sepyapti. Ko'ryapsizlarmi mana? Bilaman, hammani qiziqtirgan bitta savol bor. Bu tizim nech pulga tushdi? Kelinglar, narx-navolarni bitta aytib o'taman. Meksikanka 30 ming so'm, Klapan 325 ming so'm. Buni narxi 1 million 300 ming so'm. Bu programmatorni hali o'rnatganim yo'q, lekin agar shuni ham o'rnatish qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qiziq deb yozib ketinglar. Men sizlarga buni o'rnatishni ham o'rgatib qo'yaman o'rtoqlar. Fittinglarimizdan narx kerak bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar kommentariyaga plus belgisini qoldirsanglar, men sizlarni direktinglarga Telegram kanalimizdan silkasini yuborib qo'yaman. Unda o'rtoqlar Telegram kanalimizda nima bor? Bu narsalarimizdan narx-navolari, price bor va joyimizda lokatsiyasi mavjud. O'rtoqlar, video yoqqan bo'lsa bitta like bosib yuboramiz. Jon hisob bo'lsin.